Hürmetli radyo anlıqçı dostlar, yaxşımısınız? Anlavatqanlar Merkezi Xalq Radio Stansiyasının Şəxslər albomu proqramısı. Mən proqram riyasətçisi Arman Nurcan. Edison Amerikalik məşhur alim və kəşfiyyatçı. O, kiçikidən tartıbla fənni söyüb, özlükidən tarışıb ögünüb, özünün hayatını ilim-fən işlərə təqdim qilishga iradə bağlagan. Biz bugün davamlıq Edisonның hayati fəaliyyəti və sərgüzəştisini tonuşturuş arqalıq. Muntazam ma'rif tərbiyəsi almağan Edisonның fən kəşfiyyat işlərdə qandaq berilib tədqiq qılğanlığı və qaysarlik bilan əmgək qılğanlığını tonuşturmuz. Onun insaniyyət cəmiyyəti üçün bəxt yaratışda güclük arzusunun ilhamıda qat'iy iradə bağlab, min qitimlab məğlubiyyət aldıda, qorxmay, çekinmay, san-sanaqsız qiyinchiliklarni yengib, elektr chirog, patifon, kino va akkumulyator qatorliq 2000 xilcha ilmiy kashfiyotini qandoq qilib vujudga keltirib, kishilarning hurmati va muhabbatiga sazovar bo'lganligini tasvirlab beramiz. Anglashni qo'ldan bermaysizlar. Qishning gugum tushgan vaqti. Tun pardasi nihoyatda tez tushdi. Soat 5 atrofida kun g'arbga petib, tog' beshida gunga qizil yo'l ko'rinib turadi. Havo qorong'ulashishga boshladi. Uylardami chiroqlar yondi. Qo'shma shtat g'arbiy telegraf shirkatining radistlar ishxonasi varang-churung va ishqa to'lgan bo'lib, haddidan tashqari qizib ketdi. Odamimizning qadina do'sti bu qitimqi sinoqdan o'talarmi? O'tgan taqdirdimi osonga tushmaydi. Mudir hammani o'rinlashtirib bo'ldi. Birdamdan keyin qarish tarafdan telegramma urg'uchi birinchi darajalik radist yana kelib uni hayta uzun bir parcha axborot xabarini berdi. Yopir, yangidan kelgan odamni mushunda qiyin savollar bilan qiynash qarab turib, uni yerga qartishdan bo'lak ish emas-da, deyishdi atrofdagilar. So'z tugamayla mudir Edisonni boshlab kirib keldi. Odamiz ularning orqasida edi. Bütün radistlar ishxonasi shu an jimjitlikqa cho'kib, kayfiyat birdilla jiddilashib ketdi. Melgen atrofga qarab qo'yib, salmoq mengib, uyning o'tirsidagi yeziq ustulining oldiga keldi-da, o'rindiqqa o'ltirdi. Ondan kulimsirab, yondagi o'rindiqni ko'rsatib, Edisonni o'ltirishga taklif qildi. Shiraga bir dona telegramma apparati qo'yilgan edi. Edison apparatning markasi va zapchaslariga bir qo'ri ko'z yugurtib chiqib, so'roq nazar bilan mudirga qaradi. Melgen aldirmasdan g'angzisidagi tamakini tutashtirdi-da, ondan beshini lang'ishtib, "Qani, boshla", dedi. Mudir buyruq tushirish bilanla odamimizning tini jiqildi-da, ixtiyorsiz holda putlari titrashga boshladi. U o'ziga hadab, "Nimishqa jiddiylashiman? Nimishqa jiddiylashiman? Uningda mahorat desa mahorat bor. Taqobul tura oladi. Cho'qim taqobul tura oladi" deb tasalli beradi. Lekin u o'ziga qancha tasalli bersimi, yurgi yanila dugildab so'qib turadi. Shuna u ko'zimni ko'rmasin, ko'nglimni tutib bo'lmasin deb darhol orqa tomdagi soatga qarab oldi. Lekin bu maplashmadi. Chunki qadinas do'stini ko'rib turmag'achqa, uning yurgi teg'imi qattiq so'qishga boshladi. U yoqqa qarab elib, bu yoqqa qarab elib aplashmagachga, o'zini yantoq qilib do'stiga ko'zining qirda qarab turishga majbur bo'ldi. U chaqda Edison jiddiy bosqichga kirgan edi. Qarish tarafdagi birinchi darajalik radist eng yuqori tezlikda telegramma berdi. Telegramma apparatining tak-tak qilgan ovozi xuddi ko'chada ot chepayotgandek, qozonda qo'noq etilayotgandek anglatdi. Suratning tezligi qo'mayli, lekin kelayotgan telegrammada yana ba'zi qisqartirilgan harflar bor edi. Edison bo'lsa, ularning qisqartirilmiş shakli bilan emas, balki konu mijozi bo'yicha hadab to'liq yezilish bilan ko'chiradi. Odamimizning ochig'i kelib, "Voy, qisqartilgani bo'yicha yosi bo'lmadi. Uncha ular tujublab to'liq yezilishi bo'yicha ko'chirishning nima hojati? Hozir qandoq vaqt ekanligini o'ylab baxmaganini", dedi ichida. Odamimiz toza titib bo'layotganda Edison birdilla yezishdan to'xtadi-da, qalamturash bilan qerindosh ushliqli turdi. Telegramma apparati kishining yuragini titirtib taraqshib ishlaydi. "Abla, nima qilg'in bu?
Buning halqiliq payt ekanligini bilgan odam bir necha qarindosh tayyorlab qo'ysa bo'lmamdi. Faqat to'liq ko'chirilsili bo'ldi emasmi? Qarindoshni unjuvala ushlab, unjuvala inchki yezishning nima ajidi? Azroq ko'chirilmay qolsa hammish bekorga ketadi. Qarindoshmi ushlanib bo'ldi, lekin har holda bir oz vaqt o'tib ketdi. Yetishalarmi? Odamimiz ham tut bo'lib, ham ansirab o'zini tutolmay, yana orqasidagi soatga qarab edi, lekin bir hazodan keyin ondan soat istirlikisini ko'rdi. Chatoq bo'ldi. Vaqt oz qoldi. Endi yetishalmasa ulgurolmaydi. U aldirashli orqasiga o'rilib, qadinas do'stiga sap soldi. Birdan qarmag'onga ahvol butunlay degudek boshqacha bo'lib ketibdi. Edison o'z o'rnida parvoyi palak holda o'ltirib, goh yozatdi, goh to'xtaydi. Nihoyatda bexaramon ko'rinadi. Abdudan qaraganda butunlay yetishib olganning ustiga yana qarish tarafdan chaqqan emasgan deganda qiladi. Odamimizning yurki o'rniga tushib, ko'zlarimi jallanib ketdi. U ikki tarafdagi sabdoshlarining chiroyidan hurmat va havas tabassumini ko'rdi. U mudirga qaradi. Mudir qoyil bo'lgan holda hadab beshini langishtatdi. Do'stining oldidagi telegramma apparati o'xshashli bir xil tezlikda, bir xil ritmda takildab ishlab turadi. Lekin bu ovoz dastlabkidek undaq jiddiy, undaq zeriktirarlik bo'lmasdan, balki xuddi naqsh aytayotgandek larzon, yaqinlik edi. Ko'p o'tmay, xeyli uzun bir parcha axborot xavri qabul qilinib bo'ldi. Hammaylan opirin aytishayotganda, odamimiz birinchi bo'lib aytilib berib, qadinas do'stini chin qalbidan tabrikladi. Orqadan nurg'ulg'an do'stona qo'llar taraf-tarafdan so'zilib, Edisonni tamtirdi. Melgen Edison ko'chirgan telegrammani qo'lga olib ko'rib, maslikka kelganidan uni qo'yib qo'yishga ko'zi qiymaydi. U o'tganda men ko'rgan xatga gap butunlay o'xshamaydi ekan. Bundaq chiroyli ko'chirilgan telegrammani zodi ko'rib baxmabdi ekanman. Bundaq yaxshi radiosnimi birinchi qatim uchirtishim, deb maqtadi ichida. Melgen bu qitimqi imtihon orqali Edisonga alohida diqqat qilishga boshladi. U bu yigitning kamso'z, puxta, bosh ko'tarmay ishlaydiganligini, uning ustiga qo'sh telegramma berish usuli to'g'risida boshqa turayotganligini sezdi-da, uning radistlarining eng oldi ekanligini his qildi. Bir kuni u Edisonni chaqirib, yaqinlik holda "Yaqindan beri qandaqdir bir yangi kashfiyot bilan shug'ullanib etibsan, rostmi?" deb so'radi. "Yangi kashfiyot bilan?" Bu so'z Edisonning og'zidan tuyuqsizlik chiqib ketdi-yu, ammo tilning uchiga kelib qolgan boshqa so'zlarni darhol yutib etib o'yladi. Chatoq bo'ldi. Mudir buni qandoq uqqandi? Ahvoldan qaraganda bu yerda tura olmaydigan o'xshayman. Ilgari Indianapolisda qo'sh telegramma berish apparati bilan shug'ullanganligimni mudir sezib qilib, gap so'z yo'qligini qo'g'lab etgan. Yana shu ish bilan shug'ullanganligimni boshliq o'qib qolsa, Melgen uning yermiyoti gap qilib qo'yibla o'ylanib qolganini ko'rib, dastlab bir oz ajablandi. Ondan odamimizning uning burunqi ishlari to'g'risida so'zlab berganlarini esiga elib, yigitning hozirgi hissiyotini darhol tushandida muloyimlik bilan: "Xotirjam bo'l. Yeshim cho'ng bo'lsa-mu, lekin men qirjohillardan emas. Yangi narsalarni nihoyat yaxshi ko'raman", dedi va qo'llarini uvlab, beshini lang'ishtib: "Sening bu kashfiyoting nihoyat muhim. Agar u muvaffaqiyatli chiqsa, bu temir yo'lga qo'shirilis yotqizgandek. Ko'zga ko'rinmagan holda bir liniya ikki liniyaga aylanadi degan gapda", dedi. Siliq muomala, samimiy so'zlar Edisonga ta'sir qildi. U sirtda xizmat qilib yurgandan bo'yon o'zi shug'ullanib kelayotgan tajribasiga nisbatan chalva qilmay, mushundoq ko'ngil bo'ladigan boshliqni u texi tunji qitim uchirtishi edi. U beshini ko'tarib, hayajonga to'lgan ko'zlarini parqirtib turib, o'zining bu jihatdagi tadqiqotining jarayonini mudirga bir-birlab so'zlab berdi. Melgen uning so'zlarini anglab xo'shal bo'ldi va yana bir pas diqqat bilan o'ylangandan keyin: "Yaxshi, nihoyat yaxshi. Muhim masalalar hal bo'pti. Qolgan masalalar ustida yana g'ayrat qilsang, meningcha ancha cho'ng qiyinchilik yo'q", dedi. "Men shunday o'ylayman. Biroz vaqtdan keyin rasmiy sinov qilib boqmoqchiman", dedi Edison. "Yigit, yuraklik sinov qilavergin", dedi Melgen uning do'lisini qiqib kulib turib.
man Nyu-Yorkqa aytib qo'yay. Bir oz bo'sh vaqt topganingda ularning telegramma liniyasidan foydalanib, qo'sh telegramma berishni sinab ko'rgin, dedi. Shu kundan boshlab Edisonning tadqiqot qilish g'ayrati texmi oshdi. Normal xizmatidan qo'li bo'shsala, mushu tajriba ustida bosh qotiradi. U yo atigan, yo oqshom demay, kun-tun bo'yi ishlayveradi. Uning zodi muqim tomoq yeyish, uxlash vaqti yo'q edi. Qo'rsiqi ichib bo'lolmaganda, udul kelgan narsadan ozroq yevoladi. Uyqusi kelib zodi ko'zlarini ocholmay qolganda, beshini ustalga qo'yatdi-da, ko'zining ochiqini chiqarib oladi. Mushundoq uxlaganlarini qo'shganda, bir sotkada uxlagan vaqti 4 soatga yetmaydi. Odamiz Qadinas do'stining tomoqni tuzukkini yemayotganligini, uyquni tuzukkini uxlamayotganligini ko'rib, bir necha qitim nasihat qilib, unutolmagandan keyin taqti taq bo'lib, mashinani patpa surtib turishga, may qo'yib turishga to'g'ri keladi. Poyezdni patpa to'xtatib, oz to'li ko'mir qachlashga to'g'ri keladi. Odam degan odamda, qani ko'rib boqay. Yemay, ishmay, dam olmay yana qachongacha bardoshlik bera olaysan-ki? deb qo'ding'ishdi. Edison Qadinas do'stining o'zining tan salomatligidan qilgan qattiq gapini anglagandan keyinla ondan beshini ko'tarib uningga qarab qo'ydi va kulib, noiloj qolganligini bildiradigan bir xil qiyofatda dedi. Ha, odam degan odamda, uning umrida qanchalik vaqti bor deysan? Texi amdila Rojdestvo bayrami keldi deb atadi. Ko'zni yumib ochqichi yana 1 yil o'tib ketdi. Men 21 ga kirdim. Qilishga tegishli yana bir muncha ishlarim tursa, qadimimni tezlatmasam bo'lmaydi-da. U ilgarkiga o'xshash kechini kunduzga ulab o'zining tajribasini elib beraverdi. Yana qanchiligan kechalarni uyqusiz, qanchiligan kunduzlarni tirishchanlik bilan o'tkazib, oxiri shu yilning 5ida, ya'ni Bostondagi seri qor teg'i butunlay erib bo'lmagan chaqda bir doni yep-yangi qo'sh telegramma berish apparatini sinab yasab chiqdi. Bu xabarni yerlik gazetlar muhim o'ringa bosdi. Kasbiy xarakterlik telegraf jurnali Edison apandi va qo'sh telegramma berish usulining kashf qilinishi sarlavhalik obzor e'lon qildi. Ko'pchilik birdak bu kashfiyot intoyim muhim bo'lib, telegraf taraqqiyot tarixidagi intoyim muhim ahamiyatga ega cho'ng ish deb qarashdi. Qo'sh telegramma berish apparatining kashf qilinishi telegraf taraqqiyot tarixida cho'ng ish bo'lganidek, Edisonning hayotida muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Shundan e'tiboran Edison xuddi yerdan amdili chiqqan bambuk notasining xosiyatlik yomg'irda baraqsan o'sganidek ruhli edi. U amdi suvda laylab yuradigan, poyonsiz dengizda tinab yuradigan tanho qiyiq o'xshamaydi. U zaminga yiltiz tortdi. Poyonsiz dengizda qirg'oqni ko'rdi. Yo'nalish aniqlanish bilan uning ko'nglida umid paydo bo'ldi. Mayli kitob ko'rishdi bo'lsin yoki tajriba bilan shug'ullanishdi bo'lsin, boshqacha g'ayratga keldi. Shu chaqdan boshlab uning miyasida boshqacha plan paydo bo'ldi-da, yana bir yangi g'oyaga intildi. U endi boshqalarning uni burnidan yitilishini, qarg'ularchi boshqalarning qo'mondonligiga agishishni xohlamaydi. O'zining yo'liga, o'zi tanlab olgan yangi nishonga qarab, cho'ng qadam bilan ilgarilamoqchi. Odamiz Qadinas do'stining texim ruhlanib, texim g'ayratlanib ketganligini, ishdan tushibla Williams elektr saymonlari zavodiga kirib ketadiganligini ko'rib, bu yigit yana qandaqdir yangi narsa bilan hapilishivasi kerak. O'zining asbob uskunalari yetishmay, zavodga qatiraydigan bo'lib qopti deb o'yladi. Lekin ikkisining ishga chiqish vaqti o'xshash bo'lmay, biri kunduzlik isminida, biri kashlik isminida ishlab, paranglashadigan vaqt oz bo'lg'achqa, uningdan tafsiliy surishti qilolmadi. Vaqt etilgan o'q. Mana, qishmi kirib qoldi. Bir kuni Edison aldirab odamizning qishig'iga kelib, past ovozda: "Odamiz, sen bilan maslahatlashadigan bir ish bor edi", dedi. Odamiz bu Qadinas do'stining to'li gap bilan xushi yo'q, bosh ko'tarmay ishlaydigan mijozini biladi. Hozir uning maslahatlash uchun atoyin o'zi kelganiga qaraganda cho'qim qandoq turib favqulodda bir ish bor edi. Shuna u aldirab so'rdi: "Ayta, nima ish bo'ldi?"
Edison do'stining aldirab ketganligini ko'rib, kulib qo'yib, "Qara seni aldirab ketganingni. Hech bo'lg'ini yo'q", dedi. Adams birdan uning nima demoqchi bo'lganini tushunolmay, ko'zlarini chaqchaytib, "Hech bo'lg'ini yo'q demsan? Undaq bo'lsa, men bilan nima to'g'risida maslahatlashmoqchi?" deb ko'chilab so'radi. Edison Adamsga yaqin kelib, shivirlab, "Bundan keyin maxsus tajriba, kashfiyot bilan shug'ullanish uchun hozirgi radiostlik xizmatimdan istifa berishni o'ylayapman", dedi. Bu haqiqatan tuyuqsiz o'tirg'i qo'yilgan masala bo'lg'achqa, Adams bu haqda o'ylabmi qo'ymagan edi. Shunga u besh qatgan holda, "Biroqli istifa berman dedingmi? Normal daromading bo'lmasa, unda qilsang bo'lamdi", dedi. "Hech gap yo'q. Bir odam tanho bo'lgandan keyin qanday qilib bo'lsa-mu kunimni o'tkazib ketaman. Mushu bir necha yil jarayonida sargardon bo'lib yurdim. Normal daromadim bo'lmasa-mu kunim o'tib turdi-ku." Adams o'ylanib ko'rib yana, "Yaqinqi yillardan bo'yon boshqalarning zavodida nima kashfiyot bilan shug'ullanyapsan?" deb so'radi. "Saylan bilet xotirlash mashinasi yasash bilan", dedi Edison, xuddi do'sti burunli biladigandak nihoyat oddiy. Adams do'stining gapini anglab, uning ko'zlarini mo'ldiriltib bir hazo qarab qoldi va so'radi. "Saylan bilet xotirlash mashinasi dedingmi? U qandoq bo'ladi?" "Sening savollaring tek tugmadimi?" dedi Edison kulib ketib. Ondan uning qo'lini tortib, "Yur, ko'rib boqqin." Ikki do'st bir-biriga so'ngdishib, shirkat darvozasidan chiqib bozorga keldi. Havo sovuq bo'lsa-mu, shahar ichi yanada g'ush-g'ush edi. Yo'lning ikki yoqasida kishilar uzilmaydi. Yo'lning o'rtasida qatnab turgan harvu uloqlar oyig'idan osmon palak chang-to'zon ko'tariladi. Yaymichilar, ilonchilar, gezpurushlar koniyi yirtilg'idek varqirishatdi. Edison kon shilapsini qishig'ichi bostirib kiyib, qo'lini shimning yonchuqiga solgan. Bo'ynini ichiga tiqqan holda muhjib mangdi. Uning kiyimi yiling bo'lg'achqa talodagi sovuqqa chidashlik berolmay titraydi. "Qarg'ina seni", dedi Edisonga agishib kelayotgan Adams xo'ding'ishib. "Mushundaq sovuqda paltomi tiktirib kaymiding? Algan shaqqingning hammasini balkim Saylan bilet xotirlash mashinasiga ishiltib bo'lding-ku deyman. Texi hammasi yetmay, yana boshqalardan $100 qarz oldim", dedi Edison. Sen natdiki vaqtingdimi? Qishda mushu kiyiming bilan to'nglig'ingdan sovuq tegib, ha deb yo'tilib chiqqaningni unutib qolsan-da", dedi Adams do'stiga bir qarab qo'yib. "U chaqda yeshim kichik bo'lg'achqa, kasalga qarshilik kuchim tuvanroq edi", deb qo'ydi Edison. Adams sovuqni kulib qo'yib, "Ha, bu gapcha, hozir kasalga qarshilik kuching eshitdi-da. Meningcha, yana ozroq kuchaysa, beshingmi yoqangning ichiga kirib ketadigan o'xshaydi", deb ta'na qilib qo'ydi. Ular paranglashib mengib bir zavodning oldiga kelib qoldi. Adamsning Williams elektr saymonlari zavodi deb chiroyli xat yozilgan cho'ng bir viviskaga ko'zi tushdi-da, kelmoqchi bo'lgan o'rniga yetib kelganligini bilib, gapini to'xtatib, do'stining kaynidan bir besib, ikki besib ichkariga kirdi. Edison bu yer bilan o'z uydek tanishidi. U uchrashgan kishilar bilan salomlashgach mengib, Adamsni koridor orqali ikkinchi bir uyga boshlab kirdi. Edison uyga kiribla, shilapsini bir chetga tashlab etib, qo'llarini ho'digan beti berib, 2 stakan choy qo'ydi-da, birini o'zi elib, birini Adamsga sunib, kulib turib, "Sen sovuqdan qaqshavatding-ku. Ma, bir stakan qaynoq suv ichib isib olgan." Adams un chiqmasdan stakanni qo'liga olgan chig'da do'stiga yolg'on ho'miyib qo'ydi. Bu chaqda ustal ustiga qo'yilgan ajoyib bir mashina uning diqqatini o'ziga jalb qilib olgan edi. Edison stakan bilan qo'llarini isitgach, do'stining o'zining yangi kashfiyotiga sapsilayotganligiga qarab turdi. Adamsmi farosatlik, qo'l aplik yigit edi. Bu mashinaning tuzilishi, tok yo'llarining o'rinlashtirishini Saylan bileti xotirlash mashinasi degan nom bilan selishtirib, mashinaning iqtidorini, foydasini asosan tushundida, yaxshi loyihalanibdi, abjil yasilibdi deb o'ylab, ko'zlarini chimildatib Edisondan, "Bu qandoq xiyolingga kirib qoldi?" deb so'radi. Edison qaynoq suvdan bir necha yutum ichib, badanini isitib, gelini namlab olgandan keyin,
saylom bileti xotirlash mashinasini kashf qilishning sababi va jarayonini do'stiga bir-birlab so'zlab berdi. U mundoq dedi. U Telegramma axborot xabarlarini qabul qilganda, parlament yig'inlarida har bir qaror ma'qullanadigan chaqda ko'pincha ovoz e'lon qilishga, sanashga, qayta selishtirishga birmuncha vaqt ketadiganligini bayqagan. Shuncha vala vaqtning zoya bo'lib ketishiga echinib, ovozni mashina bilan xotirlash fikriga kelgan. U telegramma qoidasini tatbiq qilib, yangi mashina loyihalash qaroriga kelgan. Chala puli mo'lcharlab, uni yasashning ancha qiyin emasligini his qilgan. Lekin rasmiy ishlashga tutish qilganda, butun mashinaning o'rinlashtirilishida, moslashtirishda bir necha qitim tikish, so'kish qilib jiq jafo chekkan. Xuddi maktabda maqola yozganda muallim o'quvchilarning ko'ngliga yoqadigan savol chiqarib bersa, o'quvchilar xushal bo'lib sakrishib, "Endi joyida bo'ldi, boshqa turmayli ishlab bo'ladigan bo'ldik" deb qaraydi. Lekin qalam elib yozishga boshlaganda uncha vala osonga tushmaydi. Qayta boshqa turganda, har bir so'z ustida o'ylanganda, qayta o'zgartgandala topshiriqni bir qadar qanoatlanarlik holda topshiriqli bo'ldi. Edisonning ishi xuddi shunga o'xshash bo'lgan. Lekin hozir kashf qilayotgani ilgarki maqola yozishga butunlay o'xshamaydi. Ilgir maqola yozgan chaqda maktab maqola yozish uchun alohida 2 qitimliq dars vaqtini ajratib beradi. Lekin hozirgi kashfiyotga ishiltiladigan vaqt ishdan sirtqi vaqt bo'lib, qo'shimcha o'rindagi ish edi. Muhim joylari asga kelganda xizmatga berishga to'g'ri keladi. Yerim yo'lda to'xtatib qo'yib, rasmiy xizmatini qilib bo'lib, qaytganda yana boshdan ishlashga, boshqa turishga to'g'ri keladi. Bu vaqt masalasida qilgan bilan amaliyotda zodi qaysi kasb bilan shug'ullanish, qaysi yo'lga mengishga munosabatlik umrlik tub masala edi. Edison so'zlab mushu yerga kelganda so'zini to'xtatib, bo'ynini so'zib turib, qaynoq suvdan bir o'tladi-da, keskinlik bilan mundoq dedi. Hozir saylom belt xotirlash mashinasi bitdi. Lekin bir tarafdan radistlik qilish, bir tarafdan kashfiyot bilan shug'ullanish ikki qiyiqqa dastigandek bir ish bo'lib, yaxshi usul emas ekan. Shunga mushu yilni o'tkazibla shirkatdagi xizmatimdan istifa berib, kashfiyot bilan shug'ullanmoqchiman, dedi. Adams bu so'zlarni anglab, Qadinas do'stining nima uchun tuyuqsizlik xizmatidan istifa bermoqchi bo'lganligini tamoman tushundi. Demisimi, kun bo'yi telegramma apparatining oldida o'ltirib, xo'jayin uchun kuchini setish, boshqalarga g'alchi bo'lish haqiqatanmi ko'ngilni azoblaydi. Bundaq iqtidor, bundaq jasorat turib, yangidan bir yo'l echish, boshqalar uchunmi, o'zi uchunmi foydali edi. Adamiz qo'lini qo'yishtirgan peti beshini lang'ishtirib, "Endi qanday qilmoqchi bo'lyapsan?" deb so'radi. Edison ishonchlik holda mundoq dedi. Saylom bilet xotirlash mashinasining maxsus foydalanish huquqi haqida iltimos qilib, mushu yo'l bilan bozor topman. O'tgan qitimqi hiliqi qo'sh telegramma berish apparatini hozirgacha rasmiy sinab qilib baxmadim. Unimi ozroq pul topganda bir qitim rasmiy sinab beqishni o'ylayapman. Qilmoqchi bo'lganlaring to'g'ri. Sening bu g'ayirtang mangmi ilhom bo'lyapti. Ko'nglim xilil yo'rib ketdi. Biz hargiz burnimizning uchini ko'rmay, yiroqqa nazar selishimiz, umrlik istiqbolimiz uchun kelgusini ko'zlashimiz kerak, dedi odamiz ha deb beshini lang'ishdi. Ikki qadinas do'st yana bir pas ko'ngillardagi gapni deyishdi. Odamiz ishqi berish uchun shirkatga qaytdi. Edison o'zi yolg'iz qilib, maxsus foydalanish huquqi haqida bir parcha iltimos yozib, uni saylom bileti xotirlash mashinasining sxemasi bilan birga Washingtondagi maxsus foydalanish ishi idorasiga qaratib pochtadan selivatdi. Oktabrning o'rtalarida birov bir parcha xat keldi. Edison elib qarab edi, Washington maxsus foydalanish ishi idorasining xati ekan. Uning yuragi o'tda yenib, yuzlari, qo'llari qizib ketdi. Barmoqlari titraganidan konvertni ocholmag'ili tas qoldi. Xatda iltimosning qabul qilinib, tizimga oldirishga ruxsat qilinganligi rasmiy tasdiqlanganda, oshkora e'lon qilinganligi aytilgan edi. Tizimga ilingan nomeri 904646. Tizimga ilingan vaqti 1868 yil 10 oyning 11 kuni deyilgan. Bir necha qurli yozilgan bu xatni uyan ko'rib, arqa-arqadan bir necha qitim o'qigan bo'lsa-mu, lekin
uni qo'yib qo'yishga zodili ko'zi qiymaydi. Xo'shliqda ko'zga kelgan yoshni chiqarmaslik uchun qo'shumisini ching turib, ko'zlarini ching yumib oldi. Bu ishga xo'shal bo'lmay bo'lamdi. O'z qo'li bilan terib, o'z qo'li bilan parvish qilib, so'g'irib o'stirgan maysa mana endi yo'g'nab, chichaklab, meva berib, tunji qitim hosil oldi. Tunji qitim maxsus foydalanish huquqiga ega bo'ldi. Buningdan Edisonning ko'ngli qanchalik yayrab ketgandi. Hayajonliq uning butun tomirlarida o'rkashlab ketdi. Qo'lidagi hiliqi nebiz qog'ozmi titrab, sharaqshib ketdi. Edison vaqtni o'tkazib o'tmaslik uchun darhol qog'oz elib, biroz yo'l xarajati tayyorlab, Saylan belti xotirlash mashinasini elib, poytaxt Vashingtonga keldi. Parlamentning munosabatlik o'rnini tepib, o'z melini bozorga salmoqchi bo'ldi. Bu kuni havo tutuq, nam edi. Osmonda top-top bulutlar sangilishib turardi. Yo'l tiyilg'oq edi. Edison undan so'rab yurib, har bir qadamida tiyilib, xeli uzun avvori bo'lgandan keyin parlament darvozasi oldiga keldi. Bu bir egiz bino bo'lib, saqchilar qattiq saqlaydi. Nihoyat surlik bo'lib, odamning qo'rqisi keladi. Hurmatli radio anglag'uchi do'stlar, Edisonning hayotiy faoliyati tunishtirilgan programmamiz vaqt munosabati bilan bugun bu yerda oxirlashdi. Davomini Atiksan programmamizdan anglag'aysizlar. Programmamizni vaqtida anglay olmagan do'stlar bo'lsa, stansiyamizning Uyg'urcha radio tori, ya'ni hwchekit.uycnr.com toriga kirib, qayta anglasanglar bo'ladi. Programmamiz har kuni Beijing vaqti soat 18 dan 30 minut o'tganda, Urumchi vaqti 16 dan 30 minut o'tganda, tekrar anglatish vaqti Beijing vaqti kech soat 0 da, Urumchi vaqti 22 da davomli huzurlarda bo'ladi. Bugungi programmamizning texnik muharriri Dilara Farux, Zulhayat Anvar. Muharrir İlham Kever Abduvahid Niyaz. Mas'ul muharrir Dildar Muhammad Rahim, nazoratchi Nijat Abduqodir. Men program riyosatchisi Arman Nurjan. Xayr do'stlar, Atksan programmamizda ko'rishguncha oltin tininglar omon bo'lsin.